Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga 3 ta savol beraman, topsangiz sovg'amiz bor. Birinchi savolim, qaysi hayvon hech qachon uxlamaydi deb hisoblanadi? To'g'ri. Akula. Topdingiz. Ikkinchi savol, dunyodagi eng katta chil qaysi? Hindiston chili. Chili. Ha? Uchinchisi, qaysi sayyora qizil sayyora deb ataladi? Jonim, men sovg'a bermadim. Ot. Adashdingiz, akula edi. Surxondaryo chili. Topdingiz. Jupiter. Topdingiz. Beson. To'ppa to'g'ri. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rlar gaplar. O'zbekiston poytaxti qayerda? Toshkent. Topdingiz. 5 + 7 nechi? 12. Topdingiz. Yer quyosh atrofida necha kunda aylanadi? 12 soat deydigan bo'lsang, yoz faslida 25 soat bo'lsa, hozirgi momentda 8 soatda yosh 8 soat dam oladi bir kunda. Necha kun aylanadi dedim. Necha kun aylanadi? Yo'q, bunisi bilmadim. Odam tanasida nechta yurak bor? Agar anatomik yurak deydigan bo'lsang, bitta. To'ppa to'g'ri. Ismingiz nima siz? Sanjarbek. Sanjarbek, ijodingizga omad. Mana yosh blogerlar gap yo'q. Shunaqa kreativ, shunaqa qiziqarli xalq orasiga kirib, odamlarni kayfiyatga ko'tarib sizga malades. Endi bu sovg'ani bitta ko'chada ketayotgan bitta odam nomidan berasiz. Faqat sizga iltimos chiroylisiga berasiz. Undan tashqari, yana kimdir savolingizga javob beradi sizga. Yoshroq maktab bolachalariga savolingizga javob bersa, mana shu pulni berasiz. Bo'lib berasiz, to'rga bo'lib berasiz. Bo'ptimi? Gap yo'q. Maktab o'quvchilarini ham qiziqtiring. Malades, ijodingizga omad. Assalomu alaykum. 3 ta savolim bor, topsangiz sovg'amiz bor. 2061 sovg'a. Ya, mikrofonda bu. O'zbekiston poytaxti qayer? Toshkent. Topdingiz. Ikkinchi savol, odam tanasida nechta yurak bor? Bitta. Topdingiz. So'ng. 3 ta savolim bor, topsangiz sovg'amiz bor. Birinchi savol, O'zbekiston poytaxti qayer? Toshkent. Ikkinchi savol, odam tanasida nechta yurak bor? Bitta. Topdingiz. Uchinchi savol, 2 kere 2 nechi? 4. Topdingiz. Chus bozordan Umid yutib oldingiz. shu joyda to'xtab turing. Avvalambor Chus bozorga 50 ming so'm uchun rahmat. Obuna bo'lib, like bosib qo'ying, video davom etadi. O'zbekiston poytaxti qayer? Toshkent. Ikkinchi savol, odam tanasida nechta yurak bor? Bitta. Assalomu alaykum. 3 ta savolim bor, topsangiz sovg'amiz bor. Birinchi savolim, O'zbekistonning poytaxti qayer? Ikkinchi savol, odam tanasida nechta yurak bor? Uchinchi savol, 2 kere 2 nechi? Topdinglar. Ikkalalarga bittadan sovg'amiz bor. Bizdan kuzatib borasizlarmi? Assalomu alaykum. 3 ta savolim bor, topsangiz har bitta savolim 10 ming so'mdan bo'ladi. Toshkent. 2 kere 2 nechi? 4. Odam tanasida nechta yurak bor? Bitta. Topdingiz. Endi menga obuna bo'lgan bo'lsangiz 30 ming pulingizni 40 ming qilib beraman. Obuna bo'lganmi? Ko'rsating. Hop. Bir sanchomdi. Mana obuna bo'lgan ekanlar. Siz ham obuna bo'ling, keyin siz bo'lishingiz mumkin. Sizning Chus yutuqingiz bozordan 40 ming so'm. Rahmat.